Assalomu alaykum, xayrli kun do'stlar. Bu Deutsch Welle Telegram kanali va Kamina Kamromiy Abdulxayr. Xo'p, sizlar bilan anchadan beri ko'rishmadik va bugun sizlar bilan 12-darsimiz va darslarni davom ettiramiz, ya'ni bepul grammatika darslarimizni. Xo'p, bugun 12-darsimizda personal pronomen akkuzativ mavzusini o'tamiz. Ya'ni personal pronomen degani bu kishilik olmoshlari. Kishilik olmoslarining akkuzativda kelishi. Xo'p, endi akkuzativ o'zi nima? Buni bir eslab olamiz. Sababi 3 hafta oldin 11-darsni o'tganmiz va ancha esingizdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir eslab olamiz va keyin yangi mavzuni tushuntirishni boshlayman. One moment. Xo'p. Demak, bizda kelishiklar 4 ta edi. Eng birinchisi bu nominativ. Nominativ bu bosh kelishik. Bosh kelishik. Bosh kelishik hech qanday qo'shimchaga ega emas. Ya'ni uni qo'shimchasi yo'q. Akkuzativ esa bu tushum kelishiga edi. Akkuzativ bu o'zbek tiliga tushum kelishiga. Shunga to'g'ri keladi. Va buning qo'shimchasi ni edi. Ni degan qo'shimchani hosil qiladi. Demak, endi ni qo'shimchasi shaxs sonlarga qo'shilganda, ya'ni kishilik olmoshlariga. Kishilik olmoshlar qaysilardi? Bu o'zbek tilida men, sen, u, biz, siz, ular. Nemis tilida ich, du, er, es, wir, ihr, sie shakllari edi. Endi bularga ni qo'shimchasi qo'shilganda, misol uchun, mana nominativda ich bo'ladigan bo'lsa, bu men degani. Men. Endi akkuzativda buni ishlatadigan bo'lsak, mich bo'ladi. Ya'ni bu meni degan ma'noda. Ich men, mich meni. Xuddi shunday ni qo'shimchasi qo'shilyapti. Men degan so'zga ni qo'shimchasi qo'shilyapti va meni akkuzativ shakli yasalyapti. Va shuni bugun ko'rib chiqamiz. Namunada ko'rsangiz, mana Hallo Anna, besuchst du Peter? Salom Anna, Peterni ko'rgani borasanmi? Deyapti. Bu yerda Peterni shakliga nisbatan mana Peter. Besuchen degani ko'rgani bormi? Peterni ko'rgan. Endi javobida ya ich besuche ihn, men uni ko'rgani boraman. Ko'rdingizmi? Bu yerda in shakli uniga nisbatan ishlatilyapti, ya'ni o'g'il bolaga nisbatan. Uni hozir yana tushuntirib yozib beraman. Kennst du Maria? Mariani taniysanmi? Ha, men uni taniyman bo'lsa, ya ich kenne sie. Men uni taniyman bo'lib kelyapti. Xuddi shunday, mana ya'ni shaxs sonda quyidagicha edi. Erzes shakli bor, ya'ni nominativda er, zi va s shakllari bor. Buning tarjimasi u degani. Ya'ni er degan o'g'il bolaga nisbatan u, zi degan qiz bolaga nisbatan u, s degani bu narsa buyumga nisbatan u deb ma'nosida keladi. Endi bularni akkuzativda ishlatadigan bo'lsak, biroz boshqacharoq. Ya'ni maskulin, ya'ni o'g'il bolaga nisbatan in bo'ladi. In, ya'ni bu uni degan ma'noda keladi. O'g'il bolaga nisbatan uni.
Endi feminin, ya'ni qiz bolaga nisbatan edi. Endi qiz bolaga nisbatan esa zi shaklini qo'llaymiz. Bu ham uni bo'ladi. Neytralga shaklida esa s ham uni degani. Ko'rib turdingiz-a? Ya'ni ko'rib turganingizdek r, z, s, u shaklida hammasi bir xil bo'lyapti va akkuzativga tushirganimizda buni im, in, ya'ni o'g'il bolaga nisbatan, zi qiz bolaga nisbatan, s uni. Aynan mana shu shaklda qo'llanyapti. Yuqorida ko'rgan misolimizda ham besuchst du Peter, Peterni ko'rgani borasanmi desa, ya deb Peterga nisbatan in qo'llangan, uni ko'rgani boraman. Yoki Mariyaga nisbatan zi qo'llanib kelyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, xuddi artikellarga o'xshab, der artikli akkuzativda den bo'lgani kabi, er olmoshi akkuzativda in bo'lyapti, qolganlari bir xil. D shaklida qolardi, shuning uchun ham zi o'z shaklida qolyapti. S ham o'z shaklida qolyapti. Faqat maskulinda o'zgaryapti, xolos. Buni hisobga olib qo'yasiz. Va mana bu yerda ham o'sha qoida. Isst du den Kuchen? Pishiriqni yeysanmi? Isst du den Kuchen? Pishiriqni yeysanmi? Bo'lsa, ya, ich esse ihn. Men uni yeyman. Ko'rdingizmi? Den Kuchen. Bu akkuzativdagi ot pishiriqni bo'lyapti, pirogni. Men uni bo'lsa, in shaklini qo'llayapmiz. Hozir mana bu shakl. Trinkst du die Milch? Sutni ichasanmi? Artikel die. Akkuzativda ya, ich trinke sie, men uni ichaman. Shu ko'rinishda. Das bo'lsa s bo'lyapti. Ya'ni liest du das Buch, kitobni o'qiyapsanmi? Ya, ich lese es, men uni o'qiyapman. Endi ko'plikka ham e'tibor beradigan bo'lsak, kaufst du die Erdbeeren? Ya'ni qulupnaylarni sotib olyapsanmi? Bo'lsa, ya, ich kaufe sie, men ularni sotib olyapman. Aynan mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, bularni pastda yozilgan ham, mashqi ham bor, jadvali ham bor, ko'rib chiqamiz. Übungs birinchi mashqda nima qilasiz? Birinchi mashqda so'zlarni artiklini topib, bunga yarasha olmoshlarni qo'yishingiz kerak. Misol uchun, wer bekommt das Steak? Kim steakni olyapti? Artikli das ekan, belgilab oldik mana. Ich bekomme es, men uni olyapman. Ko'rdingizmi? Wer bekommt das Steak? Kim steakni olyapti? Ich bekomme es, men uni olyapman. Das bo'lganligi uchun es ishlatyapmiz. Buni o'tganmiz sifatlar mavzusida. Wer bekommt die Suppe? Kim sho'rvani olyapti? Ich bekomme es. Bu yerda zi bo'ladi, sababi die bo'lganligi uchun mana yozamiz. Die bu yoqda zi. Die bo'lganligi uchun, ya'ni sho'rvani va femininda uni bo'lib kelyapti. Artikel qaysi rodda bo'lsa, olmosh ham xuddi o'sha rodda ishlatilyapti, akkuzativ. Qolganlarni wer bekommt den Lammbraten? Kim qovurilgan go'shtni olyapti bo'lsa, ich bekomme ihn. Ya'ni ikkalasi ham muskoy rodda. Muskoy rodda den bo'ladi akkuzativ artikel, olmosh esa in bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bularni yozib qo'yasiz. Va endi mana bu yerda jadvalni daftaringizga o'zbekchasi bilan yozib qo'yishingiz kerak. Xuddi shunaqa deb yozasiz, faqat o'zbek tili bilan yozib ham qo'yasiz tarjimasini. Misol uchun, ich degani bu men. Meni bo'lsa mich bo'lar ekan. Du sen, dich seni. Ko'rdingizmi? Er degani o'g'il bolaga nisbatan u degani. In bo'lsa uni bo'ladi. Zi shakli qiz bolaga nisbatan u degani, mana bu yerdagi zi esa bu aynan qiz bolaga nisbatan u degan ma'noda
ishlatiladi. Xo'p, keyingisi s. Bu no'ytg'alda u degani va akkuzativ qilsak s bo'ladi. Xuddi shu shaklda wir biz degani uns bizni, ihr bu aynan sizlar degani, euch degani sizlarni. Bu yerda zi shakliga ikkalasiga ham yana o'sha akkuzativ ham zi o'zgarishsiz qoladi va ne qo'shimchasini ularni yoki sizni degan ma'noda keladi. Endi bizda akkuzativ talab qiladigan fe'llar bor edi. O'tgan safar 11-darsda ko'rsatgandim. Ha bilan taklif talab qiladi. Mana bular. Besuchen ikkinchi mashqdagi. 17-bet ikkinchi mashqdagi fe'llar hammasi akkuzativni talab qiladigan fe'llar. Mana brauchen, lernen, bezahlen, besuchen, essen, lesen hammasi. Endi keling mana shu bilan bitta misol tuzib ko'ramiz. Misol uchun hop, kennen olamiz. Bitta kennen bilan bitta nehmen bilan ishlatamiz. Jadvalni oldiga tushamiz. Hop. Misol uchun kennst du misol uchun meinen Bruder kennen degani tanimoq, bilmoq. Meni ukamni taniysanmi? Bilasanmi? deb savol beryapman. Javob berganimizda ha, men seni ukangni taniyman deyishimiz mumkin yoki ha, men uni taniyman desak bo'laveradi. Bu yerda meinen Bruder. Ya'ni bu o'g'il bola bo'lganligi uchun unga nisbatan ishlatamiz ihn. Aytamiz. Ja, ich kenne ihn. Men uni taniyman. Ha, men uni taniyman bo'ldi. Mana ihn. Akkuzativda meinen, mening ukamni bo'ldi. Uni desak, aynan dialog tarzida shu ko'rinishda aytsak bo'laveradi. Xo'p, endi misol uchun nehmen bilan tuzadigan bo'lsak, nehmen Sie ein Taxi yoki dieses Taxi. Siz bu taksini olyapsizmi? Ya'ni bu taksiga chiqyapsizmi desak, taksi nehmen degani taksiga chiqmoq, taksiga o'tirmoq degan ma'noda ishlatamiz. Ja, ich nehme es. Ha, men uni olyapman yoki men unga chiqyapman degan ma'noda ishlatiladi. Ma'nosi shunaqa. Dieses taksi bo'lganligi uchun, ya'ni das taksi bo'lganligi uchun artikli esni unga nisbatan ishlatyapmiz. Xo'p. Misol uchun einladen degan fe'l bor edi, taklif qilmoq. Xo'p. Misol uchun meni taklif qilasanmi bo'lsa? Taklif qilmoq. Ladest einladen. Einladen taklif qilmoq degani bu ayn ajraluvchi olib qo'shimcha bo'lganligi uchun menimcha sizlar bilan o'tganmiz, ha. 10-darsimizda o'tganmiz ekan. Aynan einladen ajraluvchi olib qo'shimchali fe'llarni shunga o'xshash. Xo'p. Va ein lädst du mich zum Geburtstag? Geburtstag ein, ya'ni aytyapmiz, meni tug'ilgan kunga taklif qilasanmi? Bo'ldi. Bu yerda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgani mich, meni.
Taklif qilmoq. Meni taklif qilasanmi tug'ilgan kunga? So'mga bursaydigan tug'ilgan kunga degan. Xo'p. Endi ha men seni taklif qilaman desa, ya, ich lade. Endi seni bo'lsa, mana bu jadvaldan olamiz dich shaklini. Dich zum Geburtstag ein. Ja? Ich lade dich zum Geburtstag ein. Aynan mana shu tarzda aytamiz. Mich bo'ldimi? Javob berayotganda aynan dich shaklini qo'llaymiz. Ya'ni meni taklif qilasanmi? Ha, seni taklif qilaman. Ya'ni shuning uchun ham bizga akkuzativ ko'rinishi kerak bo'ladi. Bu mashqlarni albatta yozing, tarjimasi bilan daftaringizga ko'chirib qo'ysangiz bo'laveradi. Shunaqa. Mich meni, dich seni, in o'g'il bolaga nisbatan uni, zi qiz bolaga nisbatan, es narsa buyumga nisbatan uni degan. Uni bizni oyiq. Mana sizlarni zi shakllari ularni yoki sizni degan ma'noda. Übung 2 ikkinchi mashqimizda esa quyidagicha. Birinchisi Beispielni ko'ramiz. Ich kenne Maria. Ko'rdingiz-a? Bu yerda siz ajratishingiz kerak bo'lgan gap, ya'ni ega, ya'ni nominativdagi so'z va akkuzativdagi so'z bo'ladi. Subyekt gapning egasi ich, men degani. Kenne Maria. Men Mariyani taniyman. Ko'ryapsiz? Ni qo'shimchasi Mariyada bor. Lekin aber degan gap u meni tanimaydi. O'rni almashyapti. Ya'ni birinchi gapda ega bo'lgan so'z keyin gapda aynan akkuzativda bo'lib kelyapti. Ich kenne Maria, aber sie kennt mich nicht. Aynan shu ko'rinishda endi davomini ko'radigan bo'lsak, mana zi deb u deb aytyapmiz. Ya'ni nominativga o'tyapti endi. Mariyani degandek, endi u deb nominativda, ya'ni hech qanaqa qo'shimchasi ishlatilyapti. Kent mich meni. Ko'rdingizmi? O'rinlar almashyapti. Ich kenne Maria, men Mariyani taniyman, lekin u meni tanimaydi. Ko'rdingizmi? Xuddi shu shaklda ishlatamiz. Misol uchun du, mana du kennst den Professor. Sen professorni taniysan. Mana du kennst den Professor. Sen professorni taniysan, aber lekin u deb aytamiz. U kimga nisbatan? Den professorga nisbatan ishlatiladi. Den professorni artikli der, shuning uchun er deb ishlatamiz. U erkak kishi. U seni tanimaydi. Er kennt dich nicht. Ko'rdingizmi? Mana shu ko'rinishda ishlatiladi bu. Xo'p, aynan tagiga chizib ko'rsatadigan bo'lsam ham, bu kennst den Professor, sen professorni taniysan, lekin u aynan erga nisbatan professor ishlatilyapti, mana ko'rib turgan bo'lsangiz. Dich seni duga nisbatan kelyapti. O'rni almashyapti. Bittasi gapda ega bo'lganda, ikkinchi gapda u akkuzativga tushib qolyapti. Akkuzativdagi so'zimiz esa egaga aylanyapti. Aynan shu ko'rinishda Maria den Lehrer, ya'ni Maria o'qituvchini tanimaydi, taniydi, lekin u Mariyani tanimaydi yoki uni tanimaydi degan ma'noda ishlatsak bo'laveradi. Aynan shu ko'rinishda. Buni mana shunday qilib bajarasiz. Agar tushunmasangiz, yana izohlarga yozib qoldirsangiz bo'ladi va
keyin men tekshirib beraman yoki yanayam batafsil tushuntirishga harakat qilaman. Lekin albatta o'zingiz birinchi bajarib ko'rishga harakat qiling. Buni yozib ko'ring. Keyin agar o'shanda ham tushunmasangiz, keyin izohga yozsangiz, men aynan yanayam chuqurroq tushuntirib beraman. Hop, Übung 3. 3-mashq. Kafe trinken Sie. Ya'ni kafe bitta so'z beryapti. Bunga nisbatan biz fe'llarni qo'llashimiz kerak. Hop, kafe bo'lsa ichish mumkin. Trinken Sie den kafe. Qahvani ko'ryapsiz. So'zni akkuzativda aytyapmiz. Qahvani ichyapsizmi? Bo'lsa, nein, ich trinke ihn nicht. Men uni ichmayapman. Yo'q, men uni ichmayapman. Yoki salat, mana b'sini bajaradigan bo'lsak, salatga nisbatan s'ni ishlatiladi, ya'ni trinkni ishlata olmaymiz. Ichyapsizmi deya olmaymiz, yeyapsizmi? Ya'ni essen Sie den Salat artiklni akkuzativga qo'yapmiz. Salatni yeyapsizmi? Nein, ich esse ihn nicht. Men uni yemayapman bo'ladi. Yoki mana Zeitung degani bu gazeta. Gazetani endi o'qiyapsizmi deb aytamiz. Hammasiga har xil fe'llar qo'llanadi. Hammasiga trinkenni qo'llab ishlata olmaymiz. Mana lesen Sie die Zeitung. Lesen Sie die Zeitung. Ya'ni gazetani o'qiyapsizmi? Bo'lsa, ya. Hop, ja. Ich lese Sie. Endi ha desak, Sie bo'ladi. Ha, men uni o'qiyapman. Agar yo'q deb aytadigan bo'lsak, nein, ich lese Sie nicht. Mana. Nichtni qo'shib qo'yamiz. Ha, men uni o'qiyapman yoki yo'q, men uni o'qimayapman degan ma'noda. Aynan shu ko'rinishda qolganlarni ham bajarib qo'ysangiz bo'ladi. Asosan bu yerda essen so'z fe'l ishlatiladi, trinken ishlatiladi va lesen fe'llari ishlatiladi. Ma'nosiga qarab aynan shu ko'rinishda qo'llasangiz bo'laveradi. Bu yerdagi eng muhim mavzulardan biri bu albatta muhim qoidalardan biri mana bu jadval. Jadvalni yodlaysiz va keyin buni mashqlarda bajarib ko'ring. Takrorlash uchun yana bir narsa, aynan 3-mashqni olasiz. 2-mashqga, 2-mashqdagi mana shu fe'llarni olib, siz ham aynan boya tuzdiku misol. Mana kennst du meinen Bruder? Ja, ich kenne ihn. Nehmen Sie dieses Taxi. Shunaqa gaplar tuzishga harakat qiling. Shunda ancha osonroq o'rganasiz mavzuni va tushunarliroq bo'ladi. Yoki mana bu let's do mich zum Geburtstag ein. Bu fe'llarni, bu so'zlarni hammasini o'tganmiz biz. Yangi so'zmi deyarli yo'q. Mashqlarda shu paytgacha kitobni yarmiga kelgan bo'lsak, hammasini o'tganmiz. Siz ham aynan tuzishga harakat qiling va izohga yozib qoldiring, tekshirib xatoingizni aytib beraman. Xo'p, demak, mavzu yuzasidan kimda qanday savollar bor? Tushunarli bo'ldimi? Savollar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Post tashladim savollarni va shu postni tagiga savollarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Aynan kishilik olmoshlarining akkuzativda kelishi bo'yicha. Savollarni yozsangiz bo'ladi. Keyingi darsimiz sizlar bilan keyingi yakshanba kuni bo'ladi, xudo xolasa, va unda 3-chi, ya'ni hop, hozir 4-chi leksion bo'lsa, 5-chi leksionni boshlaymiz. Sababi o'zi 4-chi leksion tugadi va leksion 5ni boshlaymiz ekan. Bu possessive article, ya'ni egalik olmoshlari
bo'ladi. Egalik olmoshlari hozirgi ko'rganimiz mana meinen bruder, mening degani. Mana shu egalik olmos hisoblanadi. Shular haqida gaplashar ekanmiz. Hozirroq izoh yozib qoldirsangiz ham bo'laveradi. Dars haqida fikrlaringizni ham yozib qoldiring. Agar savollar yo'q bo'ladigan bo'lsa, darsimizni yakunlasak ham bo'laveradi.